muhtaram prezidentimiz har bir mahallaga mahalla bankiga kiritib nima deyman lavozimlarni tashkil etgan, chunki hamma mahallalarda mahalla banki agenti bor. Shuni hozir shuni vazifalar qanday kredit olishi mumkin, ular bizga Turon bank bitilgan bosh bo'lyapti. Shundan hozir tushuntirib beradi. Mahalla bankining qanday kreditlar olishdan ko'rishlar. Assalomu alaykum. Ismim Sardor. Men mahalla banklar bo'limida ishlayman. Bizda asosiy vazifamiz mahallalarda hamkorlik shartnomasida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarga erishish. Hamkorlik shartnomasida nimalar ko'rsatilgan? Ya'ni maqsadli ko'rsatkichlarimiz bor. Aholining bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, aholi muammolari o'rgangan holda ularga ko'maklashish. Bunda bizga nimalar yordam beradi? Bizda mahalla agentimiz bor. Mahalla agentimiz bank mahsulotlarini fuqarolarga targ'ib qilib, o'zining bizneslarini, g'oyalarini biznesga aylantirish, ya'ni g'oyalarini loyihalarga aylantirish. Bizda buning uchun kreditlarimiz, bank mahsulotlari bor. Ular bo'yicha ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. Bizda jismoniy shaxslarga quyidagi kreditlarimiz mavjud. Biznesim maqsadim krediti 3 yilgacha beriladi. Imtiyozli davri yo'q. 25% dan ta'minot sifatida kredit sug'urta hamda kafillik qilsa bo'ladi. Maksimal chegarasi 25% dan. Bundan tashqari mahalla loyihasi kreditimiz bor. Mahalla loyihasi krediti muddati 4 yil. 25% dan 50 million so'mgacha. Bunda bu kreditlar kimga chiqariladi? O'zini-o'zi band qilgan jismoniy shaxslarga, plastik kartalarga tushirib beriladi. Kredit maqsadi, ya'ni siz o'zingizni loyihangizni ishga tushirishingiz kerak bo'ladi. Loyihaga nimalar kiradi? O'zingiz masalan, yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, sartaroshchilik bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa chorvachilik bo'lishi mumkin, qandolatchilik, shunga o'xshagan, ya'ni o'zini-o'zi band qilgan holda o'sha bandlik sohasi yo'nalishida ish faoliyatini yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Bundan tashqari aholilarda bo'sh turgan pul mablag'larini omonatlarda jalb qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizda bir nechta omonat turlarimiz bor. So'mda, valyutada omonatlarimiz ham bor. So'mdagi omonatlarimiz muddatiga qarab turib har xil, ya'ni maksimal chegarasi 20% gacha hozir tushdi. Qayta moliyalash stavkasi bo'lganligi uchun 20% qilib belgilangan. Muddatlari 1 yillik omonatlarimiz, 1,5 yillik, 2 yillik omonatlarimiz bor. Onlayn omonatlarimiz ham bor. Keyin undan tashqari bank plastik kartalarimiz bor. Bank plastik kartalari orqali kartalar to'ldirilgan holda kommunal to'lovlarga, pul o'tkazmalari va boshqa yo'nalishlarga pullarni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda bu yigitimiz 17 million kirib olmoqchi. Buni kecha maniga butka sotib olgan. Maktabda olgan, sariq turibdi. O'shaning ichiga boyagi xot-dogga nimaga mahsulotlar pishiradigan uskunalar bor. Uskunalar olish kerak. Babashniki, xot-dogga shu. O'ziga kerak narsalarni olmoqchi mana shu. Bu hozir chiqib o'rganamiz joyini. Shunga qarab xulosa beramiz. Masalan, o'sha o'tirib